Shevda do'stlar, mana panika ekan Realtiyaga degan giloslarimiz xudo xolasa gullashga juda yaqin turibdi. Bayt panikamiz ichi istilmaydi. Limon bor do'stlar. Xudo xolasa limonni olib tashab, o'rniga mana gilos boq qilamiz. Mana gullashga kelib qoldi. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa hamma joyi mana meva do'stlar. Tiagon ekamiz panikka. Kimga zararli bo'lsa, buni ishonchli ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganman. Farg'onali bog'bon kanalidan xarid qilishlaring mumkin. Mana o'sha qizarib gullashga kelib qoldi. Do'stlar, o'sha 1-2 kunda baki yoradi. Panida mana istilmaydi. Shunday yopilgan, termiz qilib. Mana bular ham o'sha bak chiqadi. Tayyor. Baytda ertak shoptoli ham ekkanmiz. Do'stlar, sinash uchun shoptoli ham mana gullashga kelib qoldi, do'stlar. Ertakki istiqbolli navlardan biri bu shoptolimiz ham. Xudo xolasa buni ham ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Farg'onali bog'bon kanalidan sotib olishlaring mumkin. Mana do'stlar, shoptollarimiz ham o'sha gul ochishga kelib qoldi. Realtiyaga ekamiz. Mana o'sha baklayapti do'stlar. Xudo xolasa paniga gilos bilan shopton ostini o'tgandan keyin ko'paytiramiz. Meva qaranglar, Tiagoni pastdan mana to'la meva mashlari. Kalti pishib qolgan ekan, shu tutdi, qandaydir bo'ldi meva ekan. 93 971 27 nomeriga aloqaga chiqsalaringiz, xudo xolasa xizmat qilib beramiz do'stlar. Ko'chatlarni yetkazib beramiz. Mana limonni ichiga ekkanman. Vo, mana qaranglar. Mana qizarib bo'tib turibdi. Juda zo'r holatda ekan mana shu ham. Mana do'stlar, 1-2 kunda xudo xolasa gulini ochib yuboradi. Realtiyago pandidagi holati. Sog' bo'lasizlar. Farg'onali bog'bon kuzatishda davom etamiz. Kimga qanaqa mevali ko'chatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.